Jon aka, iltimos aka, 2 kun muhlat beringlar, hammasini to'layman aka. Ukajon, siz bir-ikki marta ogohlantirishibdi. Biz ham xizmatdagi odammiz, to'g'ri tushunasiz. Ana ko'rdingizmi? Birovlarga qilgan yaxshiligingizning oqibati. Bugun televizorimizni olib chiqib ketishdi, ertaga boshqa narsamizni olib chiqib ketishadi. Rahmat sizga. Shunaqa ham ishonuvchan, sodda inson bo'ladimi-ya? Ro'zg'orimiz ham taqillab ketdi shu kreditning orqasidan. Topganingiz yarmi shu kreditga ketsa, umuman hammasi shu kreditga ketsa, qayerdan topgansiz shunaqa oshnani? Urto! Urto! Qara, yangi penal oldim, zo'rmi? Qayerdan olding? Sendan bunaqa penal yo'q edi-ku. Nasuranikini qo'llab oldim. Yana shunaqa qildingmi? Ha, bo'pti, hech kimga aytmayman, yur. Sizga gapiryapman, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Do'stim, tuzingmisan? Sog'liging yaxshimi? Qora, sen ham o'rtog'imisan? Qilgan ishingni qara. Sana deb o'yligim ham qolmadi. Uyimda yetmagandek bugun televizorimni ham olib ketdi. Bir minut, do'stim. Bu nima deyapti? Mana yangi kredit chiqaryapman. Uyimni qo'ydim mashina. 300 million. Shu kredit chiqadi do'stim. Birinchi o'rinda senikini hal qilaman. Uni qo'y. Nima deyapti? Qulluq olsinmi? Boshim ko'raman men seni mashinangni, undan ko'ra televizorimni olib ber mani. Seni kasringga meni uyimdagilar qiynalyapti. Vijdoning qiynalmaydimi meni qiynab turib mashina minib yurgani?